Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaxshimisizlar? Aloqalarimiz yaxshi, Afg'on xalqi bilan samimiy. Assalomu alaykum aziz qadrli va mehribon do'stlarimiz. Umid qilamiz eson-omon bo'lsangiz. Aziz ko'ruvchilarimiz, biz bu safar sizlarga alohida bir ko'rsatuv huzuringizga havola qilamiz. Bizning bu safargi yo'llovchiligimiz Hayraton bandari yangi o'z faoliyatiga boshlagan Afg'oniston va O'zbekistonga oid olu-sotuv markazi, ya'ni hammaga shu oti bilan tanilgan bozor mushtarakkadir. Mazkur joyni mushtarak bozor ham deb ataydilar. Keling, biz sizni o'sha yerga olib boramiz. Biz hali Afg'oniston chegara qidiruvidan o'tib, O'zbekiston chegarasiga qarab bormoqdamiz. Tekshiruvlardan o'tdik va keldik mushtarak bozorga. Bu yer juda ko'r va tarovatli joy ekan. Bu yerning ko'rguliligi kelgan kishining albatta tabiatini o'zgartirar ekan. Supermarketlar, go'zal bog'chalar, parklar, saylgohlar va hokazo restoranlar, bular barchasi bu mazkur joyning o'ziga xos mavjud yerlari bo'lib, kelgan har bir sayyohning tabiatini boshqartirmasdan qolmas. Biz bu yerga kelishimiz bilan ma'lumotlandikki, bu yerdagi kasabakorlar ko'pincha Afg'oniston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari ekanlar va bu yerga ko'pincha Afg'oniston va O'zbekiston fuqarolari va mazkur mamlakatlarga kelgan sayyohlar kelib, bu yerda alohida vaqt kechirib, savdo-sotiq qilib, yaxshi kayfiyat bilan qaytib ketar ekanlar. Biz bu yerga kelishimiz bilan bir savdogar akamiz bilan uchrashib qoldik. Bu aloqa qanday hozir afg'on fuqarolari bilan kelib narsa oladilarmi, olmaydilarmi, olgan bo'lsalar ular bilan tozadan aloqa qurib mushtaridorlik qilish siz uchun qanday bo'lyapti? Aloqalarimiz yaxshi, Afg'on xalqi bilan samimiy. 2024-yil oktyabr oyidan beri biz rasmiy korxonamizning do'koni faoliyat yuritadi. O'shandan buyon necha afg'on fuqarolariga mahsulotimizni sotdik va ular bahramand bo'lishdi bundan va mahsulotimiz sifatini ham o'zlari juda oliy, yuqori deb ta'kidlab o'tishdi. Ular bilan o'sha oktyabr oyidan beri 2024-yil oktyabr oyidan shu kungacha yaxshi munosabatlarda bo'lib kelyapmiz. Afg'on xalqiga nisbatan hurmatimiz yana ham oshdi va afg'on xalqidan juda ham bag'oyat mamnunmiz biz.
Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaxshimisizlar? Aytgancha, bu yerda standart va me'yoriy kasalxona ham mavjud ekan. Doktorlar taxassus va tajriba egasi bo'lib, butun bemorlarga yaxshi suratda xizmat qilib bormoqda ekanlar. Biz bu yerga kelgach, tabiatimiz va kayfiyatimiz juda o'zgardi va yaxshi vaqtlar kechirdik va bu onlarni hayot esdalik daftarining unutilmas xotiralariga qayd etdik. Nihoyat biz ushbu yo'lovchiligimizning so'nggi daqiqalariga yetib keldik. Umid qilamiz, siz ham bugungi ko'rsatuvimizni izlab, xursand bo'lgan bo'lsangiz. Kelajak videomizga qadar sog'-omon bo'ling.